Assalomu alaykum qadrli muxlis. Naxush xabar, yana bir yosh bloger olamdan o'tgani aytilmoqda. Endigina 17 ni qarshilagan Bilol Yo'ldoshev olamdan o'tdi degan xabarni uning yaqin do'sti o'z Instagram sahifasida joyladi. Yosh bloger birozgina noto'g'ri yo'l bilan Instagramda tanilmoqchi bo'lgan. Oradan ko'p o'tmay uni yaxshi insonlar o'z qaramog'iga olgan va tarbiyalashga harakat qilishgan. Buni natijasi o'laroq u qilgan ishlaridan kechirim so'rab, to'g'ri yo'lga qaytganini va hozirda muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib kelayotganini Instagram tarmog'ida bildirgandi. Shu orada u og'ir dardga chalindi va Instagram sahifasida qariyb 2 oy ko'rinmadi. Hozircha uning yaqin do'sti o'lim haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q. Do'stimni bu holini Instagramga qo'yolmayman, chunki qonli voqealar bor. Ozgina o'zimga kelib olishim kerak, deydi uning do'sti. Bu ma'lumotni to'liqroq bilishni istasangiz, mana shu suratdagi Instagram sahifasiga kirib, videolarni ko'rishingiz mumkin. Aziz muxlis, duolaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.